Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz tomoshabinlar, mana bugun sizlar bilan Alloh taoloning fazli karami bilan siz azizlarning qarshingizda turibmiz. Bugundan yangi bir loyiha ustida ish boshladik inshaalloh. Bosqichma-bosqich ba'zi amallarni, balki ba'zi ibodatlarni to'g'ri bajarish haqida ko'rsatuvlar tayyorlashga qaror qildik. Bunda har bir amalni qanday bajarishni birgalikda o'rganamiz inshaalloh. Bugungi ko'rsatuvimiz tahorat haqida, ya'ni tahorat qanday qilinishi, tahoratgacha bo'lgan amallar haqida va uning fazilatlari va undan ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan ba'zi kamchiliklar haqida to'xtalib o'tamiz. Tahorat nima? Tahorat Alloh taologa qurbatni niyat qilib, ya'ni yaqinlikni niyat qilib, ibodat qilyapman degan niyat bilan maxsus a'zolarni yuvishga aytiladi. Tahorat umuman bizning tilda aytganda bu poklanish degani. Kichik betahoratlikdan, kichik hadaslardan poklanishga aytiladi. Tahorat o'zi aslida juda fazilatli amal. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Alloh taolo tavba qiluvchilarni va mudom poklanib yuruvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Va bundan tashqari tahorat ba'zi amallar uchun shart qilingan, xossatan namoz uchun eng muhim shartlardan biri bu tahorat. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam la solata liman la wudu'a lah va la wudu'a liman lam yadhkur ismallohi alayhi. Tahorat yo'q odamning namozi namoz emas va Allohni zikr qilmasdan boshlangan tahorat tahorat emas deb marhamat qilganlar. Endi esa bevosita tahoratni qanday qilishga, qanday bajarishga kirishamiz va buni imkon qadar sizlarga yengil va sodda uslubda yetkazishga harakat qilamiz. Demak, birgalikda tahorat qilishni o'rganamiz. Sal oldin aytganimizdek, tahorat namoz uchun farz. Namoz o'qimoqchi bo'lgan inson tahorat qilishi shart. Va shu bilan birga endi tahoratning ham durust bo'lishi uchun ba'zi bir shartlari bor. Qisqacha shular haqida to'xtalib o'tamiz. Ko'pincha inson qazoyi hojatdan keyin tahoratga kirishadi. Shunday ekan, qazoyi hojatdan keyingi amallar haqida to'xtalsak. Qazoyi hojatdan keyin birinchi qilinadigan ish bu istibro deyiladi. Bu erkaklarga xos masala. Istibro erkaklarning peshob yurida qolgan o'sha peshoblarni tozalab tashlash. Bu har bir kishining o'z odatiga ko'ra bo'ladi. Ya'ni inson tahoratga kirishdan oldin o'sha peshob yo'li peshobdan to'laqonli toza bo'lganiga iymoni hosil bo'lish kerak, ishonch komil bo'lish kerak. Xo'p, bu qanday tozalanadi? Bu har bir erkakning o'zini odatiga ko'ra bo'ladi. Kimdir peshobdan keyin o'z a'zosini siqib tashlaydi. Kimdir yuradi, kimdir sakraydi, kimdir yutaladi. Tabiiyki, bu jarayon ichida ozgina vaqt o'tadi. Istibrodan keyingi amal esa istinjo deyiladi. Istinjo oldi yo'l yoki orqa yo'lni najosatdan tozalashga aytiladi. Aslida bu boya aytilgandek istibrodan oldin ham qilinyapti, lekin istinjoni o'zining masalasini aytish uchun buni alohida eslatyapman. Demak, istinjo xoh erkak, xoh ayollar bo'lsin, har ikki yo'ldan chiqqan najosatlarni tozalashga aytiladi. Istinjodan tozalanishda 5 ta ko'rinish bor. Demak, birinchisi, inson katta yoki kichik hojatni ushlatgandan keyin agar chiqqan najosatlar ayni mahrajidan chiqqan teshiklardan kattarib ketgan bo'lmasa, uni kesak yoki maxsus qog'ozlar bilan tozalash sunnat bo'ladi. Aslida shu bilan kifoya. Lekin o'zi yana suv bilan qo'shimcha yuvsa, bunda mustahab bo'ladi. Bizda odatda xalqning ichida mustahab deb bitta gap bilan ifoda qilinadi shu gap. Lekin mustahab bu aslida amalning nomi, ya'ni amalning hukmining nomi. Agar najosat chiqish yo'lidan 1 dirham miqdorida kattargan bo'lsa, endi uni suv bilan yuvish vojib bo'ladi. 1 dirham miqdori, mana kaftning ichki tarafida chuqurchasi bor. Mana shu chuqurni eng kichik doirasi qaysi? Suv to'plaganda turadigan doira. Mana shu doiradan kattargan bo'lmasa, najosat, demak, uni yuvib tashlash vojib bo'ladi. Agar najosat miqdori undan ham kattarib ketgan bo'lsa, endi uni suv bilan yuvish farz bo'ladi. Bu masalaga daqiq to'xtalishimizning sababi ba'zi yoshi katta kishilardan xossatan eshitadiganimiz, ular shu ozgina ko'ngil xijillik bo'lsa ham, ya'ni uxlab tursa ham yoki yil chiqish holati bo'lsa ham, darrov suv bilan mustahab qilishadi va buning natijasida shamollashadi, kasal bo'lishadi va hattoki keyin mana shu shamollashlarni sabab qilib namozlarni ham yig'ishtirib qo'yishadi. Shuning uchun ham bu haqda yaxshi ma'lumotga ega bo'laylik deb daqiq to'xtaldik. Agar tahorat
qazoyi hojatdan boshqa holatlar bilan buzilgan bo'lsa, masalan, uxlab tursa bir inson yoki yel chiqsa yoki burni qonasa, umuman ya'ni ikki yo'ldan birortasi bilan hojat chiqarmadi. Bu holatda suv bilan mustahab qilish shart emas, balki suv ishlatish makruh bo'ladi, chunki bu o'rinda hojatsiz suvni isrof qilish bor. Bu masalalar istinjoga taalluqli bo'lgan masalalar edi. Endi bevosita tahorat qilishga kirishamiz. Endi tahoratning o'ziga taalluqli bo'lgan masalalarni birgalikda ko'rsatamiz. Tahoratning farzlari bor, sunnatlari bor, mustahab va odoblari bor va ehtiyot bo'lish lozim bo'lgan makruhlari bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas-solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum ilal ka'bayn." Ey musulmonlar, ey iymon keltirganlar, agar namozga tursangiz, yuzlaringizni yuving, qo'llaringizni tirsaklar bilan qo'shib yuving va boshlaringizga mahs torting va oyoqlaringizni to'piqlari bilan birga yuving deb marhamat qiladi. Bu tahoratning farzlari va bu bilan birga tahoratning sunnatlari bor. Hozir biz ko'rsatadiganimiz aynan sunnat va farzlarning hammasini o'z ichiga olgan holatni ko'rsatishga harakat qilamiz va buni tahorat asnosida ko'rsatib, gapirib tushuntirishga harakat qilamiz. Sizlardan faqat diqqat talab qilinadi. Tahoratga kirishdan oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu sunnatlarini eslatsak. Payg'ambar alayhi salatu vasallam: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu." Agar ummatimga mashaqqat bo'lishini o'ylamaganimda edi, har tahoratdan oldin ularni misvok ishlatishga buyurgan bo'lardim degan. Tahoratga niyat bilan kirishamiz va har doim diqqatli bo'lishga harakat qilamiz. Tahoratdan oldin suvni isrof qilmaslik harakatini, ehtiyotini o'ylab qo'yishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Sa'd radhiyallohu anhu ning oldilaridan o'tayotganlarida Sa'd tahorat qilayotganlar, suvni ko'p ishlatib. Shunda u zot aytdilarki: "Ey Sa'd, bu nima isrofgarchilik?" Sa'd radhiyallohu anhu hayron bo'ldilar. "Ya Rasululloh, tahoratda ham isrof bormi?" deb so'radilar. Shunda payg'ambar alayhissalom: "Ha, agar oqib turgan daryoni qarshisida bo'lsang ham suvni isrof qilmagin" dedilar. Demak, oqib turgan daryoni qarshisida suvni ehtiyojdan oshiqcha ishlatish ham bu isrofga kirar ekan. Shuning uchun tahoratni ibodat qilayotgan paytimizda ayniqsa isrofdan tiyilishimiz kerak. Alloh taolo isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmasligini Qur'oni Karimda bayon qilgan. Birinchi amal tahoratning o'ziga tegishli bo'lgan niyatlarimizni to'g'rilab, qurbatni niyat qilib qalbimizda va bismillah deb tahoratga kirishamiz. Bismillah. Tahoratning birinchi sunnati qo'llarni 3 marta yuvish. Bu rusq bilan qo'shib birinchi oshig'i bilan. Bu orada tahlil qilish ham tahoratning sunnatlaridan. Ikkinchi ishimiz demak og'izga suv olib chayish. Bunda 3 marta suv olib chayqaymiz va biri mubolag'ali bo'lishligi kerak. Endigi ish burunni 3 marta chayish. Bunda o'ng qo'l bilan suv olib, chap qo'l bilan qoqib tashlaymiz. Har biri alohida bo'ladi. Bu ham tahoratning sunnatlaridan. Va keyingi amal yuzni 3 marta yuvish. Yuzning chegarasi soch chiqqan joydan bu jog'ning ostigacha. Yon taraf chegarasi esa bu quloqning yumshoq joylarigacha, har ikki taraf. Mana shu doira yuvilishi shart. Ba'zilar soch chiqqan joydan desa, soch bo'lmasa-chi, soch teparoqda bo'lsa-chi deyiladi. Bu odatda soch chiqadigan joy nazarda tutilgan. Yuzlarni ham 3 marta yuvamiz. Boya aytilgandek, yuzda ham o'ng qo'l bilan yuvamiz, chap qo'lni faqatgina
burun qoqishga va oyoqlarni yuvishga ishlatamiz. Yuzni 3 marta yuvdik. Yuzda yana bir masala bor, bu soqol masalasi. Agar soqol siyrak bo'lsa, albatta uni tagiga suv yetkaziladi. Agar yuzdagi soqol qalin bo'lsa, tagiga suv o'tmaydigan, uni ustidan bir marta suv yurg'izish shart bo'ladi. Bir marta. Soqol yuzdan osilib turgan qismi bo'lsa, agar unga masx tortib qo'yiladi va ostidan bir marta tahlil qilinadi. Barmoqlarni bunday kirgizib, ko'tarib qo'yiladi. Demak, yuzni yuvib bo'ldik va bu yuz, boya aytilgandek, tahoratning farzlaridan. Endigi navbat qo'llarni tirsaklari bilan qo'shib yuvamiz. Bunda diqqatli bo'lamiz. Suvni bir marta shunday ishqalab olsak, keyingi safar suv yurishi oson bo'ladi, qo'lni hamma joyiga tegadi. Ba'zilar qo'lga suv yurg'izmaydi. Uchinchisi, keyin shunday suv tortib qo'yadi, suvday tomib hamma joyiga tegmaydi, unda tahorat nuqsonli bo'ladi, balki tahorat hisoblanmaydi, ehtiyot bo'lish kerak. Demak, 3 marta o'ng qo'lni yuvdik, endi chap qo'lni yuvamiz. Chap qo'l ham xuddi shunday. Qo'llarni tirsaklari bilan qo'shib 3 marta yuvdik. Bu ham tahoratning farzlaridan. Endigi navbat esa boshga masx tortish. Boshga masx tortish tahoratning farzlaridan va aynan 4dan biriga tortish bu farz. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga masx tortishni o'rgatganlarida boshlarga to'liq masx tortganlar. Agar biz hozir shunday shaklda qilsak, tahoratning farzini ham sunnatni ham o'z ichiga olgan bo'ladi. Demak, suv olamiz. Qo'lga suvda nami bo'lsa kifoya. Aslida o'sha a'zolardan qolgan suvni nami ham kifoya qilardi, lekin masx tortilgan qo'y bo'lmasligi kerak. Demak, mana shu namda endi qo'lning ichlari, mana shu yerlari boshga tegishi shart. Ikkita barmoqlarni esa quloqlarga masx tortishga ishlatamiz. Soch chiqqan joydan boshlaymiz. To'la to'kis. Keyin quloqlarning ichi, orqasi va kafning orqasi bilan bo'yinga bitta masx tortib qo'yiladi. Bu bir marta qilinsa kifoya. Boshqa masx 3 marta qilinmaydi, bir marta tortiladi. Keyingi navbat va oxirgisi, bu ham tahoratning farzi, oyoqning to'piqlari bilan qo'shib yuvish. Bunda ham diqqatli bo'linadigan narsa shuki, oyoqlarning barmoq oralari ham yuvilishi shart. Qo'l barmoqlarini kiritib yuviladi va tovon orqasidagi mana bu chuqurchalar bo'ladi. O'sha chuqurchalarga ham diqqatli bo'lamiz, suv tegishi shart bo'ladi. Demak, o'ng oyoq yuvib bo'lindi. Chap. Oyoqlarda ham chap qo'lni ishlatamiz. Ya'ni oyoqlarni yuvishda. Demak, yaxshilab yuvildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim chiroyli tahorat qilsa va tahoratdan keyin ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh Allohumma ja'alni minat tawwabin va ja'alni minal mutatahhirin desa, unga jannatning 8 ta eshigi ochiladi va u xohlaganidan kiradi dedilar. Bu qilganimiz tahorat edi. Endi bu tahorat bilan namoz o'qishimiz, mushafni ushlashimiz va yana boshqa tahorat shart bo'lgan ibodatlarni bemalol bajarishimiz mumkin bo'ladi. Alloh taolo hammamizni mudom poklanib yuruvchilardan va ibodati maqbul bo'lgan bandalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.